3ta 4ta Lavoga dan deyapti o'rtoqlar, mana bu Murovoy. Egalari aka 4 tonna yuk oladi deyaptilar. Ishonmayapman. Yo'q, desam tekis yo'lga 4 tonna oladi. Shunaqami? Oladi deyaptilar. Qo'sh balon ekan sababi, lekin o'zi ham baquvvat alt motor 20 nechi? 24 oxirida chiqqan. 24 oxiri 25 24 ekan o'rtalar oxirida chiqqan. Ko'ringlar, mana o'zini o'zim tayyorlatganman deyaptilar. Nima tez yurganingizda havo nima bo'lyaptimi? Hali shamoldan ehtiyot qiladi-da odam. Shamollab qolishdan. Shamollab qolishdan. O'zlari samodelga qilibdi, lekin yozda olib qo'yilgan hozir. mana o'zini zavodskiy o'ziniki. Yonda eshigi olib qo'yilgan. Qarang, bu 200 nechtalik motor dedingiz? 260 talik motor ekan o'rtoqlar. Rasxod qanaqa aka? Ha? Antifrizga sovuydim. Radiatori ham mana oldida turibdi. Mana o'rtoqlar. Kelgan. Aka qancha yurgan? Yurganimi? Endi men yurgan hozir mashina speedometrdan ko'rish kerak edi. 35007 shuda endi. Shunaqa bo'lsa kerak. 35000 yurgan ekan. Shunaqa bo'lsa kerak. 3,5 37 manasi hisob 35000 u oldiga o'tib ketsa, keyin o'sha nimaga? 35000 aka. Xo'p, nechtalik bakini bilasizmi? 22 ta. 22 talik. Rasxodchi? Rasxod 6-7 tacha. Yuziga 6-7 ta. Yukiga qarab. Ha. Ramalarni qaranglar, bu ramasi o'rtoqlar. Qo'shirami? Aka, hech biror marta 4 tonna yukladingizmi? 3,5 tonna yukladim. Hop, qisir demadimi? Yo'q. 3,5 tonnaga yukladim, ammo tez yurmadi, sekin shoshilmaydi. Uzoqqa emas. Davidchi nagrizga bildiradi. 5 kilometrga yurildi xolos. Degani mana ramalar dosh beraveramikin deyapman aka, lekin manasi baquvvat ekan o'rtoqlar. Tonnagacha yukladim-ku. Gap yo'q aka. Yana qiziqishga yuklab ko'rdik. Gap yo'q. Atak siz 4 tonna oladi deb sotgan. Shunaqami sizga? Narskoy kitobida, texpasportida 4 tonna yozilgan. Gap yo'q. Necha metr dedingiz? 220 ga 140. 220 ga 140 o'rtoqlar labon razmeri ekan. 220 ga yana 140. Bu mol qo'yga moslabsiz aka? Bu mol qo'yga shu asosiy mol qo'y tashiymiz. Katta moldan ikkita sig'ar ekan aka? Katta yana bola sigirdan ikkita, yana bitta bo'zak ham sig'ar. Ha, orqalari sig'ar ekan. O'rtacharoq 1 metr oshiqlardan bettasi. Xullas aka, yukda muammo yo'q, sig'ib qolsa bo'ldi ekan-a. Yukdan charchaydi yuklar bunga. Tepasiga o'rtoqlar rasa ro'zg'or bop ekandan qaranglar. Tepasiga uni ballonlarni qo'yib, tepasiga 6 qop, 7 qop yuk yuklayman. Shuni tashlab qo'yaman. ko'taraveradi. Gap yo'q aka. Qayerdansiz? Uchqo'rg'ondan. Uchqo'rg'on. Qo'g'ay qishlardan. Ha, Qo'g'aydanmisiz? Rasa haligi pena bloklar vatanida ishlab chiqariladi. Nechta ket sig'adi unga penadan? Tashigandirsiz? Men yo'q, pena bloklar unaqa tashimaganman. Aslida hayvon tashiganman. Reklamaga borardik-da u yoqqa aka. Aslida hayvon. Xo'p. Endi aka obunachilar narxini ayting, cho'zmang deyishi mumkin. Nech pul aka narxi? Kelishtirib bir sotadigan, bo'ladigan narxni ayting, sotib ketsin. O'zi ko'proq aytib turdimi? Bizga hozirroq ayting. 26 million kamitib beraman, kami bor. 26 million kelishtirib beriladi. Motorlarda ishi yo'q. Yo'q, motor ochilmaydi. Sos holatda. Aha. Yangisi necha pul aka? Qimmatli yangisi nima? Uni hozir oladigan bo'lsa 38 millionga oladi-da. Bu 26 million dedingizmi? 26 million kam bor. Kam bor. Telefon raqami? 94lik. 94 684 684 55 55 00. 00. Ismingiz? Ulug'bek. Ulug'bek aka, nimalari bormi? Qarzi parzi krediti yo'q-a? Naqdga olingani? O'zim naqd pulga olganman. Yashang. Bozoringiz bersin aka. Rahmat. Olinglar mana. O'rtoqlar tayyor. Haligi ortiqcha chiqim qilmaydi, xudo xolasa. Olib maza qilib ishlatadigan texnika ekan o'rtoqlar. Moskvich, zavodskiy mana pirojkovoz. Hozir akamiz aytibdilar, Magicar pulti bor deyaptilar. Jiguli korobka. Yana nima? Elektronika. Zajigani elektronika qilingan. Ballonlari cho'tki o'rtoqlar mana. Podkirilni qilib qo'yishibdi. Xo'p, metani ham propaninga ham yuradi. Qishini yozim degan Spark roll, rullar Spark. Yo'q. Xo'p, yili necha aka? 85-yil. Hali 50 ga kirishga ancha bor. Bilamiz akalar, ya'ni kommentga yozsanglar mumkin, endi ha deb yozishim shart emas deb o'ylayman. Bilamiz, davr o'tgan, metallon, boshqa, lekin maza qilib ish qilyapti odamlar bunda ham, xudo xolasa. Arzon garovda. Puli necha pul aka?
Bular aka bo'ladiganini ayting. bo'ladiganini aytadigan bo'lsak 12 dan ichiga o'tib beramiz. Ana qaranglar 12 millionga bitta sigir bermayapti. O'rtoqlar olinglar maza qilib xudo xolasa. 30 yillarligini qilib atmen bo'lib tomona. Ha, u atmen bo'ldi. O, Matiz rullar salonlari yaxshi ekan, xudo xolasa. Inshaalloh yukingiz yerda qolmaydi. Sostenasi yaxshi. Balonlar qachon qo'ydingiz aka? Bo'lma, o'sha o'zida kelgan. O'zida kelgan. Sostenasi yaxshi ekan. Mana ko'ringlar, mana yukni ortib urasizlar endi. Dalalarga ham zo'r. Любой yukka yaxshi, xudo xolasa. 5 kilodan oshiq yuklamaganman. Ammo 1 tonagacha olaveradi. Ha, 5 kilo oshiq yuk yuklamagansiz. Aka, buni tagi ramalari butun ish qilib, Butun aka. bo'linib, suvarga olib ketmaganmi? Shu mana. Ana yerda bitta narsasi bor, bunga qilib qo'yilgan. Risol bilan aslida kelgan narsa bundan qilib qo'yilgan. Ana yerda bor, xolos. Tekshirib olaverasizlar akalar. Endi o'rtoqlar puliga yarasha-da endi mana 12 million deyilyapti, 20 million deyilgan yo'q. Xudo xolasa men hech kimni yonidan olishni men bilmasman. Neytral aytyapmiz. Yana tushib beriladi, shu narxga sotilmaydi. Tayyor mana olib maza qilib minadigan holatda. Motorda ish yo'qmi? Motorda 2 oyda 1,5 litr yog' yeydi. 2 oyda 1,5 litr. Aha. O'zimiz mashinadan 200 gram 300 gram yeydi. O'zimiz mashinada. Shu endi gaz hisobiga deyiladi, yuk hisobiga, shunaqami? Xo'p, telefon raqam bering aka. 93 150 23 67. Ismingiz? Abdusamad aka deylar. Generalga bo'laveradi, generalni. Generalni bo'laveradi, xudo xolasa. Afol. Bozoringiz bersin aka. Rahmat. O'rtoqlar, akamizni ham mana tushirib oldim mashinadan, muzdekkina joylardan, konsert yoqib, maza qilib damda olish. Aka, soting buni dedim. Yili nechi buni? 25-yil Trackmate 3 Photon, ha? Tozami? Toza. Nechtali motor aka? 110 bitta. 105 sepli bo'lsa kerak bu ham. Sepli, ha? O, telefon maka ratsiyam buni. Telefonni qaranglar. Ichlari mana keng, bemalol ABS, konditsioner, rullari yumshoq, o'ynayli elektronli, hamma qulaylik bor, aka. 3 ga 1.65 bo'ldi. Uzunligi 3 metr, yana 1.65. Xo'p, qancha yuklanadi? 2 tonna olaveradi, ha? Mana o'zi, bu zavod shunaqami aka mana o'zi? O'zi, ha. Mayda nimasi yo'q, ha? Boltlari yo'q, ha? Zavod. Yaxshi. Hozir benzindami aka? Ya benzinda ekan-a? Benzin ekan. Gaz qo'yilmagan. 7,5 transport. Boring ana 8 ta yesin yuki bilan, ha? 9 tami? 9 ta chiqmaydi. 9 ta chiqmaydi. Yo'q, gap yo'q. Bo'ldi, nech pul qilib beramiz aka buni? Shuni kami bor deyapsiz aka. Bu ham 13 kelishtirib beriladi. 3 metr dedingizmi? 3 ga 1.65. 3 ga 1.65. Qanchalar atrofida aka? Shu ozgina tushib beramiz. Ozgina 12 dan tushadimi? Shuni demoqchi edim. 12 bilan 13 orasida bitiramiz, ha? Bir 8 pulim bo'lsa-chi? 10 bo'lsa hech bo'lmadi. 10 bo'lsa, Kelyapti, 10i bor ekan, 10mi, 9i bor ekan. ha. Yog'ni uzoqqa gapiruvdi, bitmay turibdi. Ha. O'rtoqlar endi ajdan ilojisi bor, sal ko'proq pulliklar bo'lsa, o'sha 10 pullari bo'lsa, mana kelishaveramiz. Telefon raqam 77lik. 77 963 963 0002. 0002. Ismingiz? Mirobod. Murobidjon aka deb o'rnatiladi. Buni hech qanaqa qarzi, krediti yo'q, ha? Bo'ldi. Oladi, shuni nomiga o'tadi. Qolimiz o'zimiz qurilish firmasi nomiga berdik. Ha, firma nomiga. Bo'ldi. Aka, bozoringlar bersin. Aloqaga chiqing. Ismingiz nima edi? Mirobod. Murobid aka, bozoringlar bersin. Rahmat. Dolar, mana xudo xolasa pulni kelishtiramiz aka. Hamyon bab duraymi? Hamyon bor. Zavodskiy narsa, Lifan 2014-yil motor nechtalik aka desam, texpasportga qarab 90 talik deb aytyaptilar o'rtoqlar. Qiziqqanlar bo'lsa mana olinglar, xudo xolasa. Nech metrli aka bu uzunlik kuzov? 20 uzunligi nech metr? Nechtalik usta? Yo'q, uzunligi. Uzunligini bilmayman aka, nech metrligi. Narsa yetib turadi. Bo'ldi. Kraskasini ayting. Kraska aka aytib bo'lgan. Aytib bo'lgan. Tekshirib olasizlar. Salonlari. Qancha yurgan bu? 290. 290 ming atrofida aytishyapti. Tekshirib so'rab olasizlar.
Menimcha bir 270 280 atrofida bo'lsa kerak uzunligi. Mana 100 talik ekan metani tayyor ekan. Aka aybi yo'q mashinani? Xudo xolasa qancha yurgandingiz? 90 ming motor hadovoy zo'r. Motor hadovoylar zo'r, xudo xolasa. Qulay deb qo'ydik endi aka. Kelishtirib bering. 3800 desangiz. 3800 desam, zavodskiy, a? Zavodskiy. O'rtoqlar, zavodskiy narsa kesilganini ham shunaqa narx bo'lyapti. Uni zavodskiy olib maza qilib ishlatdinglar. Tayyor aka, motorlar qilib qo'yilgan deyapsiz. Motorlar qilib qo'yilgan. 3800, ballonlari ham yaxshi, xudo xolasa. Olinglar maza qilib, telefon raqam. 94 901 70 91. Ismingiz? Bekmurod aka deylar. Aka bozoringlar bersin. Ashuna bir kanalingizda xudo xolasa sotib olsak yaxshi bo'ladi. Ha aka, ha. Tak, mana bu yerda Chevroletmi? Escort Courier qanaqa ekan bu? Xudo xolasa qani. Assalomu alaykum. Sizlardanmi? Maylimi? Ko'rsatib ketsak bo'ladimi? Yili necha aka? Bu Escortmi yo? Escort. Couriermi bu? Ford Escort o'rtoqlar 91 mi? 96-yil tayyor. Bu motori Nexia'mi qanaqa aka? O'zini motori Nexia motori. Salonni ko'rsatib qo'y. Trambuler motor ekan o'rtoqlar. Lyuklari bor, yukingizni maza qilib olaveradi. Xudo xolasa 96-yil Ford Escort. Dokumentlar joyida aka. Motorlar bez nomer qilingan hamma yo'g'i. Nechta bu yoqilg'isi qanaqa aka? Bumi 60 taga gaz bo'ladi. 30 taga. Metana? Benzinga yuradimi? Ko'tarishdan 1 tonnadan oshira olaversa kerak. Lavodan ko'p oladi. Ha, bu resor oldi ham resor deyapsizmi? Orqa resor, ha? Asosiy qismi resor ekan. Oldi amortizator, orqa resor mana. Hali oldi resor deb eshitgandim buni. Tak. Probega aniqmasa aka? Probega aniqmasa? Sizlargandagina 100 qo'shib qo'ygan. Yo'q. Ha, yurganimi? Ha. Qabulda bor qo'ying. Bo'ldi. Men qaramadim qabul. %53.281 kilometr ekan. Opelmi, Fordmi kim bu? Escort deyishyapti, Forddir. Opel ekan bu mana. Birkazi ham turibdi-ku. Opel Combo degan model ekan. Nexia motor. Barchasi ham rullar gidravlika mana. Tayyor ekan. Aka, printga kelvaring. Kraskasi qanaqa usta endi bor a? Kraskada bor bunda, o'zbek kraskasi. Bu Opel ekani, Ford desam aka. Yo'q, Escort. Escort. Escort bilasizmi? Opel'da amortizatori bor. Escortda Rusol bo'ladi. Shunda Ford emasda bu Opel ya Fordmi bu? Yo'q, Escort degan. Ha. Ana dokumentlar ham ko'rsatib. Escort mashina bilan O'rtoqlar Escort duradilar. Bu Opel Combo mana birkasiga mana ko'rsatdim sizlarga. Opel Combo model ekan, lekin O'zbekona olib ketgan bu aka. Nexia motor zapchastdan qiynalmaydi, xudo xolasa. Bo'pti, pulini ayting, kapotni bekitingchi bir videoni ko'ray. Narxini aytasiz. $3200 kelishtirib beriladi. Aloqaga chiqiladi o'rtoqlar. Qanchaga chiqdi ekan narx? So'ragandimi? 28 million qilyapti hozir. So'mga. So'mga 28 million qilyapti. Sotmayapsiz? Yo'q. Bu 30 ni bitamiki? Bitirib beramiz? Yo, 30 ga bitmaydi. Qo'shadimi? Bo'pti aka, bir 20 million pulim bo'lsa-chi, turib berasizmi? Bo'laveradi. Variant bor. 5-10 million surishaveramiz. Telefon raqam bering. 94lik 94lik 897 897 83 84. 83 84. Gen chiqadi aka. Gen chiqadi. Libodakimiz bo'ladi. Ismingiz nima edi? Baxtiyor. Baxtiyor aka. Qayerdasiz? Chortoq. Chortoqdan. Olinglar maza qilmasizlar, xudo xolasa. Shunaqa ishqibozi ko'p. Salonlari, yukxonalar ayniqsa maza ekan. Maza qilib yukingizni tashiysiz. Bozoringiz bersin aka. Rahmat. Arzongaro olib minaverasizlar mana. Zavodskiy Donfeng olaman degan akalar bo'lsa, o'rtoqlar, akamizni tayyor bor ekan, xudo xolasa. Yili 14 mi? 14-yil nechtalik bu? 78 taravat. Kraskachi aka? Galovasi radnoy. Endi kuzupida bo'ladi aka. Yuklanadi, tegadi, bosh qiriladi. Qancha yurgan?
190 ming yurgan. Yaxshi. Necha aka bu? 160 ga 280 qiziqqanlar bo'lsa mana olinglarchi, holatlari yaxshi ekan. Tamam. Nechtalik bu gazi? 80 litrli temir metan. Mana. Motorda ishi yo'q, aka? Mashina holati yaxshi, olib binaveradi, xudo xolasa. Kelishtirib ayting, sotilib ketsin aka. Necha pul aka? 5800 var kesib o'tib 5800 bu zavodskiy narsa-da. Ha, zavodskiy. Kelishtirib berilar ekan. Qancha narx bo'ldi aka? Sotmayapsiz aka. Yaqinda chiqdik endi. Yaqinda chiqdi. Aka 5 dan tushami, tushmaydimi? Yo'q, 5 tepasida. 5 tepasi kelishiladi. O, bo'ldi aka, telefon raqamini aytasiz endi. 90lik. 90lik 156 156 02 02 ismingiz? Ayub. Ayubxon aka, bozoringizni bersin. Telefon qilib tayyor mana. Necha metrli dedingiz? 280lik Motor olib ketgan. olib ketgan ekan. Bozoringiz bersin aka. Oling.